Bay bay. Nereye geldik bu Suhrab? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ruslan. Jalımızı? Biz bugün Çalış'a geldik. Çalış'ta Flormos'ta joylashgan joyimiz bor. Bu yan tarafa geçsek daryo bo'yi 150 metr yursak daryomuz bor. Bu yanimizda Pitakon joylashgan, Çalış Pitak deb aytiladi. O'ng tarafa geçsek Urganchga ketamiz. Yo'l ustida joylashgan, bu yerda namozimiz keladi. Ish ko'chamizga girsak 300-400 metr yursak 600 kvadratli joyimizga yetib boramiz. Yangi joyini ko'rsangiz Ruslan voобще dahshat. Narxi yomonmi? Narxi dim bomba narxda. Hem arzon, hem sifatli, hem zo'r joy. Место ham zakonniy. Ketib kelsak ko'ramiz. Ket, birgalikda tanishamiz. Do'stlar, xudo xolsa bittam keldik. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum Ruslan. Yana bu joyimizga keladigan bo'lsak 600 kvadratli nominal joyimiz bo'ladi. Bu zo'r месtoda joylashgan. Bu yon tarafimizda yana Amudaryo kanalimiz bor. 100-150 metr yursak, xolasani ichki qisqa vaqtda baliqqa borib baliq tutishi mumkin. Mol boqaman desam, oldinda otizlari bor, bog'i bor, kattagina orqasida. Yana o'tlari bor, o'tdan o'rib mol bemalol boqish. Muammo yo'q ish o'tda. Doğru mu? Muammo yo'q вообще. Her taraflama. 600 mu bu? 600 kvadratli joyimiz bu. 20-30 bo'ladi unda. Eni 20, o'zingni 30. 30. Novlari bor ekan bu yerda. Bu yerda yana uyimizni sal fasadi ko'naraq, bu yerni sal fon bersa cho'tki место bo'ladi, zo'r joy bo'ladi. Bu yerda gazon месtolarimiz bor, stechkalar atilgan, bunda yuqorida kameralari bor, projektorlari qo'yilgan, zo'r место, zo'r sharoiti bor. Bo'ladi. Siz ichini ko'rsatamiz. Ichini ko'rsatsak. Garaj ham bor ekan ichida, darvoza ham qo'yilgan. Garaj katta. Bu yerga garajimizga 3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bunda ketlari bor. Kameralarni bana ichini qarab turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Konditsionerlarimiz bor, konditsionerlar qoladi. Yaxshi. Bu yerda bir minus tarafi bor, gaz yo'q deydilar. Gaz yo'q bo'lsam, gaz ekranda plus tarafi bor. Katyol kelganmiz, Rossiyadan kelgan. Hali bu yerda yo'q uning katyol. Bu katyolni ko'rsatib o'tamiz video davomida. Qani bog'ni ko'rik qani? Bog' ham katta ekan a? Bog'i, katta razmerda tushgan. Biz yana bu yer xarajatlarni shura ekib, ro'zg'orni qo'lini ta'minlaydi. Bunday xarajatdan pomidor bodringdan, kartoshka gazdan hech qanday muammo yo'q. Suv ham kelib turgan bir vodoprovod. Suv polni vodoprovod bor bu yerda. Bu chap tarafimizda yana hojatxonasi joylashgan, letni ishlab turibdi. Barabanimiz shu yerda qoladi. Internet, svязimiz hamma narsasi bor bu yerda. Tushunarli. Yana do'stlar bog'i bu. Qani katyolxonani ko'rik qani? Katyol bu yerda yo'q hali O'zbekistonda, bu Rossiyadan kelgan havo. Bu yana 1,5 million so'mlik ko'mir bilan qishni bir sezonni chiqaradi bu. Buni odam qaramakam kerakmaydi. Ligirovkasi o'zida. Davleniyasi ko'tarilgan bo'lsa, o'zi avtomatik pasaytiradi. Qarab turish shart emas buni. Aqlli katyol a? Umniy katyol bu. Ko'mirni tashlab berasiz, o'zini o'zi qizdirib turaveradi bir xil temperaturada. Cooper ekan, rossiyskiy. Firmasi Cooper firma. 8 million bu. Belada yo'q. O'zbekistonda yo'q bu xarajat. Tushunarli. Katyolxonasi alohida отдельный. Katyolxonasi отдельный joylashgan. Bu yanimizda xonadonimiz. Ikkita ishlar qo'yilgan bu yerda, Bu yerda damir eshiklarimiz bor. Bunda yana aqva eshiklar ham qo'yilgan, bir eshikimiz, ikki eshik qo'yilgan avval. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu girish qismimizda Ruslana svetuvchikka samoboda, svetuvchisi ham 12 soat tok bilan ta'minlab beradigan apparatimiz bor bu yerda. Tokimiz вообще gap yo'q. 24 soat ishlaydi tokimiz, o'chgan taqdirda. Bu yanimizda yana girish qismimizda raknalari bor, issiq sovuq suvlari ishlaydi, davleniyasi cho'tki. Ben tarafımıza gelsek, ugaloklarımız var. Ugaloklar kaladı bu. Kaladan narsası işi. Konditsioner ham qoladi bunda. Konditsioner ham ishlab turibdi, qoladi bu narsasi konditsioneri. Bo'ladi. Patologlarni ko'rsatsangiz, patologlari ishlangan. Yevro remontda Sveteniklari bilan. Sveteniklari bilan va. Razmeri nechaga men? Davom. Berni razmeri 520 ga 440. 20 kvadratdan ziyod. 20 kvadratdan ziyod ber. Eshiklar yana zamonaviy eshiklardan qo'yilgan. Chap tomonda joylashgan. Chap tomonda kuxnimiz joylashgan. Bu yerda kuxnimizda qoladigan narsalar, kuxni mebellar qoladi, gaz plita qoladi, kir mashin bilan xolodilnikimiz ketadi. Tushunarli. Registrlar qo'yilgan bu yerda? Registrlar ishlab turibdi. Aqua plastiklar ham yo'q. Aqualar yana ishlaydi. Hisob. Reshotkalar qo'yilgan. Razmeri nechaga berdi? Berni razmeriga keladigan bo'lsak, 384. Tushunarli. Davom qildiramiz. Bu yerga kirib to'g'ri xonamizga kirsak, bu yer zal. Zalimizda yana patologlar ham remont bo'lgan, bu yer ham figura berilgan, remont cho'tki. Poltoqda teymiz, ha? Pollarimiz taxtadan, hamma xonaniki, aynalarimiz yana reshotga qo'yilgan.
Bağı qaratib to'shidi, ha? Hovli, bu yon tarafi balkoni bor. Bu yerni sklat etib qo'ysam bo'ladi. Anladım. Qalasa ochib berib, bu yerni kuxnya etsam bo'ladi. Kengaytirsam bo'ladi. Kengaytirsam, balkon etsam bo'ladi. Bu yerda otopleniyasi qo'yilgan, otopleniyasi Registrlar. Registrlar. Razmeri nechaga berdi? Bu yerni razmeriga keladigan bo'lsak, 550 ga 5. Tushunarli. 25 kvadrat ber. Bu yerdan chiqib, o'ngga kiradigan bo'lsak, bu yerimizda, girishimizda yana 3 dona spalnimiz bor, bir dona sanuzel bor. Sanuzel bilan tanishtiradigan bo'lsak, yana hojatxonasi, sanuzeli bir joyda joylashgan. Birlashgan. To'g'ri. Bu yerimiz ham yana suvlarimizga tutdi, suv, sovuq suv hammasi bor, hojatxonasi ishlaydi, dushi ishlaydi, registrlar qo'yilgan. Tok montajlari, patologlari polni cho'tki sostenadi. Rasxod yo'q. Yo'q, rasxod yo'q. Tushunarli. Spalnimizga keladigan bo'lsak, birinchi spalnisi bu yerda hamma narsa ketadi. Polimiz taxta pol, oynalarimiz yana plastiklardan bo'lgan. Cho'tkalar qo'yilgan. Bu ko'cha tomonidan qaralgan oynamiz. Birinchi oyna. Registrlar qo'yilgan. Bu yerda razmeriga keladigan bo'lsak, 380 ga 410. Bo'ladi. Remontlari akkuratniy. Keyin xonamiz deski o'xshaydi bu yer. Xonamiz, deski spalni. Deski xonamiz, bu yerdan aynalari oynadan, cho'tkalar qo'yilgan bemalol. Yosh bolalar xonasi ham cho'tki. Razmeri nechaga berdi? Bu yerning razmeri 340 ga 410. Yaxshi. Ishlar ham MDF eshiklar ekan, ha? Eshiklari original eshiklardan qo'yilgan, prostoy eshiklar emas. Xonamiz ham spalnimiz ham shunday eshiklari cho'tki eshiklardan qo'yilgan, zakasnoy. Yernovo, spalnimi? 3-xonamiz spalni. Katta spalnisi, xolos azolatsan bo'ladi. Razmeri nechaga berdi, Suhrob? Bu yerning razmeri 550 ga 350. Hisob. 15 kvadratdan ziyod. Bu xonamiz ham yana resotkalar bilan qoplangan, oynamiz, registrlar qo'yilgan, taxta polimiz bayna. Bu ham korobka holatida topshiriladi, remontlarni ko'rsatsangiz Ruslana. Ajoyib. Remont bo'lgan. Gap qo'shish mumkin emas. Shundan bir qator asfalt aytib kerak, ha? Sal fon berish kerak bo'lgan. Bunda 3 dona spalni bir zalmi? 3 dona spalni, bir dona zal, Dalon. Daloni bor. Общий kvadrat 600 mi? Общий kvadrat yer maydoni 600 kvadrat. Mana joyimiz. Narxi necha so'm? Narxini keladigan bo'lsak, Ruslana 460 deb turibmiz, kelishamiz. Variantlar bormi? Variantlar yo'q, Faqat narx. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqarasiz do'stlar. Mulk egasini qo'yamiz. O'rtada joy purish posrednik yo'q. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.